Jahon chempionati 2026 Y guruhiga navbat yetib keldi. Unda Yevropa grandlaridan biri Germaniya, Curaçao, Côte d'Ivoire hamda Ekvador jamoalari qatnashadi. Germaniya haqida juda ko'p so'zlangan, ta'riflangan 4 karra jahon chempionlari va ular bu mundialda 21-marta ishtirok etishmoqda. Va asosan mahalliy futbolchilardan tashkil topgan. Biz bilamiz, nemis futbolchilari uncha chet elda o'ynashni yoqtirishmaydi. Shu sababdan 8 ta legioner, bosh murabbiy yosh deymiz, lekin ancha yoshi katta bo'lgan va tajribaga ega bo'lgan Julian Nagelsmann. Ikkinchi jamoa esa Curaçao terma jamoasi. Bosh murabbiy hozir ularda Dick Advocat jahon chempionatlarida birinchi marta qatnashyapti va guruh outsideri desak ham bo'ladi, lekin shu murabbiyning ko'rsatmalari va aniq bir taktikasi amalga oshsa, balkim 3-o'ringa ilinib qolish ehtimoli bor. Afrikalik vakil Côte d'Ivoire terma jamoasi jahon chempionati mundialida 4-marta qatnashyapti va ular ham juda kuchli tarkibga ega. Yevropaning bir qator kuchli chempionatlarida to'p suradigan o'yinchilari bor va ularning jangovar ruhi alohida ta'kidlab o'tish mumkin. Va 4-jamoa Ekvador va Côte d'Ivoire o'rtasida 2-o'rin uchun bahs ketadi degan fikrdaman. Ekvador o'z navbatida 5-marta mundialda qatnashyapti va ularning eng taniqli va eng tajribali futbolchisi bu Moises Caicedo bo'ladi. Chelsea yarim himoyachisi, stabil o'yinchi, yarim himoyani o'ziga yarasha bir tayanchi desak bo'ladi. Ular eng yaxshi natijaga 1/8 finalgacha chiqib borishgan. F guruh bilan davom etamiz. Niderlandiya, Yevropa vakili Yaponiya, Osiyo vakili Shvetsiya, Yevropadan yana bir jamoa hamda Tunis, Afrika jamoasi o'rin olishgan. Niderlandiya 12-marta jahon chempionatida qatnashmoqda. 3 karra kumush medali sohiblari hisoblanishadi. 3 marta finalga chiqib, biror marta g'alaba qozonishmagan, lekin har mundialda ularning murabbiyi kim bo'lishidan qat'iy nazar asosiy favoritlarga deylik top 5 talikka da'vogar bo'ladi. Bu yili ularni mundialga tajribali Ronald Koeman olib boradi va 21 ta legioneri bor. Ko'pchiligi APLda to'p suradi. Ularni guruh peshqadami desak bo'ladi. Hamda 2-o'rin uchun asosan Yaponiya hamda Shvetsiya terma jamoalari o'rtasida bahs ketsa kerak, lekin Tunis ham bekorga mundialga kelmaganini isbotlashga harakat qiladi hamda himoyaviy taktik jamoa hisoblanadi. Yaponiya terma jamoasini hozirda Hajime Moriyasu boshqarib bormoqda va ular 8-marta mundialga borishadi. Anchagina tajribaga ega jamoa. Shvetsiyada esa hujum chizig'i juda ham kuchli. O'sha Gyökeres hamda Isaklar menimcha o'tgan mavsumdagi ko'rsata olmagan o'yinlarini balkim mundialda ko'rsatishar. Ular kutgan o'yinni, muxlislar kutgan o'yinni juda ham o'rtamiyona sifatli terma jamoa. Tunis haqida aytib o'tdik. Ulardan yana bir ma'lumot, 19 ta legioner, 7 ta mahalliy o'yinchi va tunislik futbolchilar asosan Germaniya Bundesligasida faoliyat yuritishadi.